Dostlar, xudo xolasa Damas qidirib yurtdoshlarimizni Damas avtomobillarini reklama qilib beramiz. Bog'ot avtosavdoning 2-filialida. Bu yerga kelsangiz yurtdoshlar kredit, barter, naqd pul asosida mashinalarni xarid qila olasizlar. Shuni sotiladigan mashinalar bo'lsa ham bemalol tavsiya etamiz. Olib kelishlaringizni zo'r qilib reklama qilib savdo qilib beramiz. Boshladik. Damas 2024 Shot kuzov 25 salondan yalib turgan style Damazımız 92 milyon so'mga sotib berara aka qo'yib turadi do'stlar. 15 milyon bilan kredit beramiz. 2600 ming so'mdan chiqadi olib turadi. 5 yil. Kelishilinadi do'stlar, narxlar kelishilinadi. Bu egalar bergan ma'lumot narxlar bo'yicha reklama qilamiz do'stlar. 2023-yil Shot yurmin turibdi bu Damazimiz. Salondan chiqqanni shumalizatsiya qilingan 4 eshik, metan gazdan ustunak qilingan 89 milyon so'm. 7 milyon bilan kredit beramiz. 2 milyon 700 ming so'mdan 5 yil kredit chiqadi. 2024-yil 9 ming yurgan kraskasiz metani bor Damazimiz 97 milyon so'm. Tayyor. Balon, metan, nomer ideal holatda style bor 24 chisti 9 ming probekda. Puli 97 milyon so'm. 14 milyon bilan kredit beramiz. 5 yil 3 milyon 800 ming so'mdan chiqib turibdi oylik to'lov do'stlar. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Ben tarafimizda yana bir yangi Damazimiz geldi. 25 kuzov 25 Shot 24. Avtomobilimiz salondan kelib turgan 0 vach. Narxi 95 milyon so'm. 14 milyon bilan kredit beramiz. 2 milyon 800 ming so'mdan chiqadi olib to'lov. 5 yil. Narx kimga ma'qul bo'lsa kelib xarid qila olasizlar mashinalarimiz xudo xolasa. Shuni sotiladigan mashinalarimiz bo'lsa tavsiya qilamiz. Yana bir marta aytib o'taman do'stlar. Bemalol kelaveradi, savdo zo'r. Nexia, Gentra, Cobalt, Captiva, Malibu qanday mashina desangizda har xil turdagi avtomobillar mavjud. Bu Bog'ot avtosavdoning 2-filialida do'stlar. 1-filialga borsak, bu yerdan ham ko'p mashina bor. Gelsangizda ko'nglingizdagi mashinalar topib bilasizlar, olib bilasizlar xudo xolasa. Zo'r senaladi. Baribir bizlarga berilgan ma'lumot, berilgan narx bo'yicha ma'lumotni reklama qilamiz, ma'lumotlarni aytib, gelsangizda yana dalshi kelishib savdo qilamiz xudo xolasa. Rahmat kuzatib o'tirganlaringiz uchun.